Bir og'iz shirin so'z dilni yumadi. Sevinch yashartiradi, qayg'u qaratadi. Do'yo kibrikiring sizlarga. Har bir istegimin çarasını topgan bu mening onam shonchalarga madorim Bu dünyada en güzel kanal öpüşeşim. Bu benim kanal. Allah'ın nefreti kafanı aziz farzandınız Şirali Çoğan'dan Şirali Çoğan'ın safırdasınız cennete onun çoğanı bu yolunuz için hizmet ediniz. Albatta farzand sıfatıdır. Size duanızda oluşla hizmetinizde buluşulan kaççalar istiyorlarını bilmiyorsunuz diye sizlere müracaat ediyorum. Cennetim ona çoğanın hazır bilasınız. Albatta bizde sizler. Kiyip tug'ilgan shodiyonligingizda haj ziyoratini albatta buyuklarimizni topshirishni niyat qilib sizga alohida minnatdorchilik va tabriklarni jo'natdim. Aziz qizlaringiz Shahlobaxon, Layloxon, Zarbekxon, o'z o'rnida mana shu go'zal davrada Maftunaxon ham sizga jannatdan onajonim biz qiynalamiz, sizga qizimiz sizni bugungi shuhratli Yapıp aktivliyle vaktiyle gittiğiniz çok önemsen. Divan vaktine onalardan sonra sizni ham shodiyona kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Shahzodangizni ham tabriklaymiz. Onajon bilan qolaversa rafiqangizni tabriklaymiz. Ana bugun dunyoga tug'ilgan kun yaxshi munosabat bilan tabriklayman. Rafiqam Mahfunani ham tug'ilgan kuningizda shu shaharga ha endi kelavamiz tabriklarni hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar iftorimizga. Xush kelibsiz yo'limdan. Demak, Shahbozjon qizimlar shahar sinfdori. Baxtli bo'lsin. Allohim jajji nevaralar bersin, yana ko'raylikda Xudoyim baxtli shahar bersin. Hammasi bolalari baxtli bo'lsin. Xudoyim xudoda kimga nima deyapti? Allohim yetkazsin Xudoyim.
Shiraljon Yuzlarida nur oftob, yo onlardan tashakkur, onam bo'lmasin betob, ko'zlaridan olmagin nur, farishtami yoki hur, so'zligina ham g'urur, onam bo'lmasin betob, shirin taom yedirgan, so'rasam jonini bergan, ne ish qilsam kechirgan, onam bo'lmasin betob. To'kdim sochini, ba'zan to'kdim yoshini. Ba'zan to'kdim yoshini, tortilmagan boshini, onam bo'lmasin betob. Şurada otelin kisara sizin de Men uchun bu dunyoda sizda kasal yo'q. hammamiz birgalikda har doim shirin hayot, baxtli hazratlarning minnatdorchiligi. Bugungi dadajonim, ayajonim, baxtimizga salomat qilinguncha shuning niyatlarini sizlarga bildirdim. Ana endi jamiyatni tushunmaysizlar. Bugun xursandchilik davrasida barcha aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda shirinlikni bir chetga olamizlar. Quvnoq davrada dadajonimizni, ayajonimizni bo'laversa bugun qo'shaloq shodiyonada bosh ochgan qizimizni davraga taqdim etmoqchimiz. Rahmatlar, tabriklardan shunday, bugun yaqinlarimiz bor. Bularga yaqin bo'lgan aziz insonlarimiz nomidan ham